Yoshartiradi yoki qaritadi? Qahva. Yoshartiradi, jigar uni juda ham yaxshi ko'radi. Yog'siz yogurt. Qaritadi, yog'i yo'q, shakari juda ham ko'p. Foydali yog'lar. Yoshartiradi, gormonal xolesterindan xolis bo'ladi. Svejiy freshli. Qaritadi, kletchatkasiz, shakar juda ham ko'p. Kreatin. Yoshartiradi, faqat mushaklarga emas, miya va ayollar salomatligi uchun ham juda ham foydali. Haddan tashqari kardio. Qaritadi, kortizol oshadi, kollagen kamayadi. Kontrast dush. Yoshartiradi, mitoxondriyalar faoliyatini uyg'otib beradi. Me'yordagi tuz. Yoshartiradi, buyrak usti bezlari uchun juda ham muhim. Kechasi telefonda uzoq o'tirish. Qaritadi, melatonin ishlab chiqarilishi kamayib ketib qoladi. Ertalab 5-10 daqiqa quyosh nuri. Yoshartiradi, D vitamini hosil bo'lishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Har 2 soat tamada qilish. Qaritadi. Insulin doimo ko'tarilib turadi. Siz foydali deb o'ylayotgan odatlaringizni ayrimlari organizmingizni tezroq qaritayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa sog'liqqa oid foydali videolarni ko'rish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.